Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Endi ko'proq hojoni hojidodilar o'tirib olinglar. Bu hovli juda ham zo'r. Hojoni hojidodilarga olib beradigan, yozda maza qilib o'tiradigan hovli ekan. Manzilni aytib o'taman, Yangi 16 yillik mahallasi Bitonkadan taxminan 1 kilometrcha ham kirilmaydi. Mahallani ko'ryapsizlar, vashcha cho'tki, oxiri tupik. 601 sotuga tushgan, 6 ta xona, 2 ta hol, o'tiradigan joy, oshxona, paltarashga qilingan ekan. Tiylarni polni o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Yarmini remont qilib qo'yishgan, yarmi qilinmagan. Ustilari polni traventin toshdan bo'lgan. Bitta like bilan podpiska обязательно qilasizlar. Hozir bosinglar podpiskani. Xudo xolisa uyni bir tekisda hammasini ko'rib chiqamiz. Niyat qilib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Katta hududda yashash hozir выгодно или не выгодно. Uy ko'ryapsizlar, mahallani ko'rsatdim, juda ham zo'r. Bir tekis asfalt bo'lgan, suv, svet, gaz, kanalizatsiya, hamma narsa bor. Uy просто klass ekan. Paytida zo'r uy, hozir ham zo'r, original tosh. Darvozani yaxshi qo'yilgan. Shundoq kirasizlar, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta mashina bemalol kirib ketadi. Bu yo'lani как podval qilib qo'yishgan ekan, foydalanilmas ekan. No, foydalansanglar bo'ladi. Mana shu o'ng qo'ldan boshlab ketiraman. Keyin u yog'ini bitta-bitta ko'rib olaveramiz. Podval qismi remont qilib qo'yishgan, shkaflar bor ekan. Bemalol uy sifatida foydalansangiz bo'ladi. 2 ta xona ko'rasiz. Yoki o'tiradigan, dam o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Oynalari bor. Bemalol отоплениyalar qilingan. Endi bu yerda anchadan beri yashashmayotgan ekan, shuni hisobiga отоплениyalar o'chirib qo'yilgan, suvlarni chiqarib qo'yishgan, yaxlab qolmasin deb. Mana bu podvolimizdan shuni bitta remont qilib yuborsa bo'ldi ekan. Bu yerdan полный отоплениyalar o'tkazib qo'yilgan. Mana mana bu yerda ham kattagina xonamiz bor. Katta hovli qidirib yurgan tanish bilishinglar, tashab qo'yinglar. Foydalanadigan joy, xudo xolasa narxi ham juda ham ideal chiqyapti. Betimiz katenniy xona plus ichida o'zini san uzellari bor. Hojatxonasi, vannasi juda ham zo'r chiqqan ekan. Endi hovlini qarang. Katta yashil hudud. Yo atrofdan qo'ni qo'shinniki ko'rinmaydi. Bu yoqda 2 ta xona, tepada bitta katta hol, o'zini san uzili bor. 3 ta oila, 2 ta farzandi bilan, 2 ta kelin bilan bemalol oyijon dadajon bilan yashayveradigan joyi. Tepalarni ko'ryapsizlar, tunuka pon qilingan. Mantlar polni traventin tosh. Bu yoqlarni suvodan chiqarib yuborishgan ekan. Yashil hududlari ham ideal turibdi. Bitta gazini tekislab yuborish kerak, zo'r bo'ladi. Endi bu yoqqa bitta letniy kuxnya qilib qo'yishibdi. Bemalol o'tirib maza qilib oladigan joyi. Qarang. Mehr berilgan kuxnyaga ham mangal, pangal hamma narsa bor. Bu yoqqa rakvina qo'yilgan. Betga nimadir gaz qo'yarsiz ham bo'ladi, mana bu yerda. Bitta kestirib turib tosh bilan gaz qo'yarsa bo'ladi. Ko'rasizmi, uyi shunaqa dahshat. Rasm tashlab berdilar egalari. Shundoq ko'rdim. Bugun video qilinglar dedim. Xudo xolasa bizani mijozlar bor bilan uylarga ketdim. Dadajon, buvijonlar bor, hoji otalar, hojonalar bor dedim. Mana bu yoqda ham kotelniy, bu yoq tarafiga kichkinagina 3 ta xonaga bu ideal joy. Bemalol yetadi. Hojoni, hoji dodalarimiz bor dedim. Sirazi kelishadi, xudo xolasa yo'qsa, zaklatsa sanab olishadi. Mana qarang. Zo'r. Gap yo'q. Hozir oraga yozda olingan rasmlarni qo'yib ketaman, ko'rasizlar. Atak hozir ham mana qish fasli. Qarang, vaqti zo'r turibdi, gap yo'q. Xo'p, kattagina bitta eshik qilingan. Shundoq kirish yo'li bilan как zal, как hol, zal qilib foydalansa bo'ladi. Bu yerda qandirlari bor ekan. Shunda o'ng qo'limizda hojatxona, hammom, tualeti. Vanna, unitaz, rakvina, bu yerda отдельно o'ziga uyga kotelniy qilingan.
3ta kachol ko'rdim men uy bo'yicha. Xudo xolisa isishdan qiynalmaysizlar. Bu yog'imiz bitta yotoqxona. Oldi ko'chaga qaragan, zo'r, prosta klass. Menga rosa yoqdi uy. Va yana bitta bolalarga yotoqxona qilib bersa bo'ladi. Bu ham juda ham shinam, juda ham zo'r bo'lgan ekan. Okamisiz, ukamisiz, oyijon, dadajonga bunaqa joylarni olib bersangiz, yozda mazza qilib berishadi. Bitta kravatni qo'yib qo'yasiz, mazza qilib o'tiradigan joy. Bitta mikroklimat, bittani yashil setkadan tortib olsa, undan ham zo'r bo'ladi. Bitta plus tarafini aytaman. Hozir soat taxminan 3:30 bo'ldi. Quyoshimiz mana shunaqasiga o'tib, mash tarafga qarab botadi. Uy zaxlab qolmaydi. Quyosh zo'r tushadi. Shu taraflama rosa yutasiz bu yerda. Video misol uzoqroq bo'ladi, rozi bo'lasizlar. Uy o'shanga arziydigan bo'lgani uchun men kattaroq video qilyapman. Bu yerda bitta mehmonxona. Bitta lyustralarni yuvib olsa bo'ldi ekan. Bu yog'imiz yana bitta xona. Ichkarida yana bitta xona. Bu bolalarga spalni. Olasangiz o'zingizga bitta o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi pastda yana bitta. Qaranglar, bu yerda bitta o'g'ilga kelin bilan bemalol bersangiz farzandi bilan yashayveradi. Bu yerga ham xuddi shu ish qilsangiz bo'ladi. O'zingizga hojoni hojidoda pastda отдельно yotoqxona, ichida sanuzel bilan oshxona shunda yonishsa bo'ladi. Bitta yotoqxona, zina-pinalardan foydalanavermaysiz. To'g'ri kelasiz, xonangizga kirasiz. Mana bu yerda spanni qilib qo'ysangiz, ichida o'zini hojatxona, hammom, tualet mustahab qiladigan vannasi, juda ham ideal, oynasi ko'chaga qaragan, ichida o'zini sanuzeli xonasi bor. Endi buni yonida kattagina oshxonamiz. Yotoqxonamiz yonida oshxona, choy-poy damlashga ham muammo bo'lmaydi. Hoji-onamlarga aytsangiz, shundan chiqib choy damlab beradilar. Oshxonamiz bu yerda o'tiradigan joy bo'ladi. Ko'rasizlar, kattagina joy. Xo'p, mana bu yerda ko'cha darvozaga kamera qo'yilgan. Ko'chani obod bo'lishini orqasi erta eshikni ochib yuborasizlar. Ayzlar, ko'rgan hovlimiz, ko'rib turganingizdek, polni traventin toshdan qilingan. Eslatib o'taman, 16 yillik Bunyodkor mahallasi, Toshkent tumaniga kiradi. Betonkadan taxminan 1 kilometr ham chiqmaydi. Magazin, hop, chasni bog'cha, to'garaklar, hamma narsa bor. Yaqin apteka deysizlarmi? Shu ko'chani og'ziga shunday chiqsanglar bor. 601 sotu, 6 ta xona plus bitta katta ayvon, podvalda 4 ta 5 ta xonamiz bor. Oshxonamiz bor, o'tiradigan joyi bilan. Bu yerda o'choq qozonimizga joy bor, yashil hududga ega, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, srochniy narxda bo'lyapti $260 ming. Yo'liga, sunnatiga suvda qilayotganingizda azizgina suvda bo'lishi mumkin. Atak va'da bermayman. 1-2 so'm o'tishlari mumkin. Katta summa o'tilmaydi. Shuni hisobga olib kelasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, har doimgidek bitta like, bitta podpiskani bosasizlar. Kimga shunaqa uy sotib berish xizmati kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin.